Tasadipiliq We Nizam. Aptori مۇھەممەد يۈسۈپ. Dünyanın payda bo'lishida tasadipiliqning ta'siri bormi? Quyoshdan ayrilgan yer shari ismlik bu kichik yulduz eng muvofiq bir o'ringa yerlashgandir. Bu yulduz bilan quyoshning o'rtasidagi masofa eng hikmatli holda belgilangan va o'zining hozirgi o'rniga yoki o'qiga o'rinlashtirilgan bo'lib, uning quyoshga azroq yiqilishishi bilan uningdagi barliq koinot kuyib kul bo'ladi. Quyoshdan azroq uzoqlashishi bilan uningdagi barliq koinot muzlab tugishadi. Ammo yer shari bilan quyosh ikkisi o'zlarining o'rtasidagi bu masofaning tangpungliqini saqlab kelmoqda. Bu tangpungliq buzilgan bo'lsa, mavsumlar va kecha-kunduzlarmi bo'lmagan bo'ladi. Yer sharining hozirgi o'rniga o'rinlashtirilganligi uning bir o'ringa bekitilgan midirlamas to'p ekanligini ifodalamaydi. Balki u bir sekundda 30 kilometr tezlikda quyoshning atrofida aylanadigan va quyosh bilan birga 20 kilometr tezlikda harakatlanadigan bir sayyordir. U mushundaq sayrisi bilan ham tezligini yo'qotmaydi, ham quyosh bilan bo'lgan masofasini buzmaydi. Bir yer shari emas, balki boshqa minglarcha planetlar va millionlarcha yulduzlarmi shundoq intizomli holda harakat qiladi. Ularning bundaq intizom va musofa jihatdagi sistemani buzmasdan takshi harakat qilishi bu ishlarning orqasida tasadipiliqning emas, balki mukammal ilm hikmat va kuch-qudratga ega birining borligini ko'rsatadi. İnsanni misal qilayli. Bir insonda 208 parcha ustixonning bo'ladiganligi aniq bir haqiqat. Agar insonning jismoniy qurilmasi tasadipiliq bilan bo'ladigan bo'lsa, bir insonning jismoniy qurilmasi yana bir insonning jismoniy qurilmasiga o'xshamagan bo'lmasmidi? Chunki hammaga ma'lumki, tasadipiliq degan nizam va sistemlar bilan hisoblashmaydigan ushtumtut hodisa. Dunyoga ko'z ochgan har bir bovoq o'zining ovozi, barmoqlarining izlari, siymasi, so'zlash usuli va hokazo bir qancha jihatdan yana birsidan farqli bo'lib turib, uning bir xil planda yoritilishi tasadipiliqning mumkin emasligini isbotlamoqda. Professor Jack Quays yoritilishda tasadipiliqning mumkin emasligi haqida mundaq deydi. Agar yer yuzida hayotning maydonga kelishini ehtimol hisoblarga bog'laydigan bo'lsak, bizning mavjud bo'lishimizning qat'iy mumkin emasligini ko'ramiz. Amerikalik professor Mihail Hart ehtimol hisobi bilan biror jonliqning barliqqa kelmaydiganligini ilmiy usullar bilan isbotlagan va tasadipiliq yo'li bilan aql egasi bo'lgan insonning maydonga kelishining texmo mumkin emas ekanligini qayta isbotlagan. Yuqorqi ikki olim shundoq bir ochiqlash bilan so'zini tamomlagan. Ilm vaqaliklarning nima uchunlar haqida emas, balki qandoq ekanligi haqida izdinish demakdir. Biz bilim odamlarimiz eng kichik mavjudotdan eng cho'ng'igacha, atomdan yulduzlargacha so'zilgan butun koinot eng mukammal bir nizam, bir sistema bilan turmoqda. Uning ustiga bu koinotning aqlini mas qiladigan ilmiy haqiqatlari kun sari oshmoqda. Bu koinotning bir g'oyasi bo'lib, u bo'lsa-mu hayotlikni va insonni maydonga keltirishdir.
Biz faqat koinotning fizikalik qurilmasi hayotlik bilan insonni yetishtirə oladigan shaklda yaratilgandir degandila koinotni ma'nisiz va hikmatsiz yaratilgan deyishdan qutuldirgan bo'lamiz. Shundaq degandila koinot cho'nqur ma'niga ega bo'lgan bo'ladi. Bizmo insonlik sifatimiz bilan bu cho'nqur ma'nining ochqishlaridan biri ekanligimizni bilamiz. Qo'lingizdagi tangi pulni 1 million qatim havoga atsangiz va bu pul har qatimda ayni yuzi bilan tushsa, shu vaqtda tasadipiliqqa imkoniyat bor demakdir. degan tabiiy fan olimlari ilmning tasadipiliqni hargizmi qabul qilmaydiganligini ochiqlaydi. Odatda aql farosatlik va yuqori ma'lumotli injenerlar ishlarini nihoyat inchiklik bilan hisoblab chiqib, ondan planlaydi. Shundaq turib, ularning hisoblarida va planlarida ba'zi xatoliklar yuz beradi. Peterning prinsipi nomli asarning Aptori Raymond Hall mundaq deb yozadi. 1 kilometr uzunliqdagi ana yo'l ko'rigining bir andila yiqilib dengizga tushib ketganligini ko'rdim. Chunki bu ko'rikning plani qancha qatim qaytalab tekshirilgan bo'lsa-mu, uning kichikkina bir yerda plan xatoligi yuz bergan. Bir ingliz energiya markazidagi cho'ng tipdagi 3 so'g'itma mashinasi bir andil yiqilib tugashdi. Bularning har biri 1 million Amerika dollariga yasalgan edi. Ammo bular kuchli bir shamolga bardoshlik bera olmaydi. Yuqorqi misollarda ko'rganimizdek, hisob va plandagi kichikkina xatolikning cho'ng mushkulotlarga yo'l ochadiganligi turgan yerda. Har bir partisi eng mukammal o'lcham, eng mukammal nizam va eng mukammal tangpongligi bilan yaratilgan mushu katta koinot biror tasadipiliqning natijasimi? Bu koinotning milliardlarcha yildan beri shundoq bir xil davom qilishi tasadipiliqdimi? Mayli biror qatim tasadipiliq yuz bergan bo'lishi ehtimol debmi faraz qilayli. Ammo dunyo yaratilgandan buyonqi 15 milliard yildan ko'proq vaqt davomida hamisha shundoq tasadipiliq yuz beramdi. Qani o'ylab beqing. Tugidi. 2019 yil 31 oktyabr